Hech kimga hech qachon dardingizni aytmang. Hech qachon. Qanaqa muammoingiz bo'lishidan qat'iy nazar. Yaqinlaringiz eshitsa, yuragi siqiladi. Dushmanlaringiz eshitsa, xursand bo'ladi. Shuning uchun hech qachon dardingizni hech kimga aytmang. Ikkinchisi, hech qachon insonlarga juda yaqin bo'lib ketmang. Odamlar bilan o'rtangizda distansiya bo'lsin. Odamlarni o'zingizga yaqin olib, ko'nglingizdagi, hayotingizdagi bor sirlaringizni odamlarga ochmang. Ularga bog'lanib, ularga qattiq muhabbat qo'yib qolmang. Chunki insonlar istagan paytda sizdan voz kechib yuborishi mumkin yoki istagan paytda sizga dushman bo'lib qolishi mumkin yoki istagan paytda manfaatlar tugaganda siz bilan aloqani uzib qo'yishi mumkin va hech qachon hech kimga suyanmang. Chunki siz suyanadigan insonlar ham kimlargadir suyanadi. Palonchi boy aka, pismadonchi mansabdor, palonchi zo'r deb unga suyanib, unga orientir olib ish qilmang. Hech qachon. Hozir men sizga bularning o'rniga eng yaxshisini aytaman. Birinchisi, dardingiz bormi? Yaratgan egamga ayting. Nima muammoingiz bor? Hammasini yaratgan egamga ayting. Hal qilib beradigan ham yaratgan egam. Muammoni bergan zot sizga yechimini ham beradi. Ikkinchisi, yaqin bo'lmoqchimisiz? Yaratgan egamga yaqinlashing. Muhabbat qo'ymoqchimisiz? Yaratgan egamga muhabbat qo'ying. O'lmaydigan zotga, hech qachon sizga xiyonat qilmaydigan zotga, hech qachon sizni tashlab ketmaydigan zotga muhabbat qo'ying va yaqin bo'ling. Va uchinchisi, suyansangiz ham yaratgan egamga suyaning. Yaratgan egam hech qachon o'ziga suyangan bandasini, do'stini tashlab ketmaydi, uni hech qachon yolg'iz qo'ymaydi va uni hech qachon muammolar girdobida tashlab qo'ymaydi. Endi bularga qanday erishish mumkin? Mana shu aytgan 3 ta narsamga qanday qilib yaratgan egamga muhabbatli bo'lib, dardingizni aytib, suyanish mumkin? Qanday qilib? Buning bitta yo'li bor. Buni ilmini o'rganish kerak. Mana shu ilmlarni jamlangan bitta kitobni tavsiya qilaman. Bu ham bo'lsa, Usoma Minshaviyning Alloh sari 20 bekat kitobi. Mana shu kitobni o'qib chiqing. Birinchi bekatdanoq yaratgan egamni yaxshi ko'rib qolasiz. Ikkinchi, uchinchi bekatdayoq yaratgan egamga yaqin bo'lasiz, sirdosh bo'lasiz va 20-chi bekatda siz to'la-to'kis yaratgan egamga suyanadigan, muhabbatli, dunyodagi eng baxtli insonga aylanasiz, Xudo xohlasa. Alloh sari 20 bekat.